Assalomu alaykum aziz do'stlar, bizni Bekmamlik kanalimizda ashaddiy muxlislar sizlarga o'zimizda hozirda bor telefonlarimizni qisqacha video obzorini qilib beramiz do'stlar. Har bir telefonda alohida rasm videosini Telegram orqali ko'rishingiz mumkin. Telegram orqali chiqsanglar har bir telefon rasm video ma'lumot to'liq batafsil ravishda beramiz. Hozirgi narxlarning imkoni bo'lsa holat xarakteristikasini bir qator aytib o'tib ketamiz. Manzilimiz Andijon viloyati shahar makro supermarketida joylashgan. Xo'p, har doim aytadigan savolimiz do'stlar, kim qayerdan bizni qo'llab kuzatyapti? Bir qator kommentariy yozib qo'ysanglar, shu yerdan muxlislarimiz bor ekan deymiz. Plus bitta layk bilan kommentariy yozib qo'ysanglar, biz podpishka qilib qo'ygan bo'lasizlar. Videomiz keyin tarqalishiga yordam bergan bo'lasizlar. Xo'p, bo'lmasam hozirda may oyining hisobda boshlari 3-4 chislolar shu holatdagi telefonlarimizni bir qator videosini qilib beramiz do'stlar. Xo'p, Redmi A2 Plus telefonimiz do'stlar. Xo'p, 64 talik variantda, 464 talik variantda bo'ladi. Korobka hujjatlari yo'q. 550 ming so'mga do'stlar. Budjetli narxdagi yaxshi, batarekalari zo'r, xotirasi balandroq telefon qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. Redmi A2 Plus holatlari yaxshi holatda. Ayb nuqsoni xudo xolasa yo'q. Garantiyasi har bir telefonda garantiyasini qilamiz do'stlar. Bir boshdan ketaveramiz endi do'stlar. Arzonchi bunaqa telefon ham bor ekan, legendarniy telefon 130 ming so'mga. Xo'p, ketdik bo'lmasam, endi chipchi ba'zi telefonlar artmabmiz. Xo'p, 4/128 variantda Redmi A3 telefonimiz do'stlar. Korobka hujjatlari yo'q, do'kon tomonidan albatta garantiyasini qilib beramiz do'stlar. Narxini 600 ming so'mga qilib beramiz. 600 ming so'mga 4/128 A3 modelimiz. Redmi A5 ga o'xshagan Poco S71 edi. Adashmasam, bu ham 128 variantda. Ishlashlari chotki, ayb nuqson xudosi yo'q, xotirasi baland, holatlari yaxshi, korobka hujjatlarigacha bor. Narxini 800 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. Redmi Samsungdan keyingi modelimiz Samsung A6 do'stlar. 4/128 variantda, ayb nuqson xudolasi yo'q. Holatlari ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda xudolasa do'stlar. Yaxshi sifatli telefonlardan faqat qilib beramiz do'stlar. Bemalol zakaz versiyalar bo'laveradi. Dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab bor. Albatta Telegram orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, Redmi Samsung A6 telefonimiz do'stlar. 4/128 bo'ldi. Ayb nuqsonga garantiya bergan holatda narxini 800 ming so'mga qilib beramiz uni ham. Arzonchi Samsung qidirganim uchun tavsiya qilamiz. Bir boshdan ketaveramiz endi do'stlar. Samsung Galaxy S15 modelimiz do'stlar. Juda ham holatlari ideal holatda, ayni nuqson xudolasi yo'q. Oldiga orqasiga salafanlar tortkizib qo'yilgan do'stlar. Gold svetda do'stlar, radnoy holatda, ayni nuqsonga garantiya bergan holatda. Telefoningiz narxini 2 million so'mga qilib beramiz do'stlar. 1 million 900 ming so'mligi ham bor. Holat, ikkalasini ham holati bir xil, faqat olinishda farqi bor. Shuni hisobga bu ideal holatda, bu ham 1 million 900 ming, bunisi 2 million so'm. 1 million 900 ming so'mga qorasini qilib beramiz. Va 1 million 700 ming so'mligi ham bor S15. Bu ham radnoy holatda, ayni nuqson xudo xolasi ishlash bo'yicha garantiyasini qilib beramiz. S10 Plus modelimiz do'stlar. Koreyskiy holatlar juda ham ideal holatda. Bular korobka hujjatlari bo'lmaydi. Korobka hujjatli deb aytib o'tamiz. Narxini qilib beramiz buni 1 million 900 ming so'mga. Juda ham ideal holatda S10 Plus modelimiz bu. Bir boshqa ketaveramiz endi. Redmi Samsung iPhone aralashib ketaveradi. XR telefonimiz do'stlar. 87 yo'nkisi 256 13 korpus bosilgan telefonimizga narxini 2 million so'mga qilib beramiz. iPhone 11 bezimeyka. Xo'p, bezimeyka holatda, batareykasi 71 mikin, 73 mikin shunaqa. Holatlar yaxshi holatda, ayni nuqsonga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 1 million 100 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. S20 F do'stlar. Bu telefon anchalik yaxshi shusri telefonlar hisoblanadi. Bo'lib ham yevro variantda ekan. Holatlari yaxshi holatda, to'liq radnoy holatda, ozmoz o'zlari chiqqan. Ekranlari top-toza, ikkita sim karta ofitsialniy tushadi. Garantiyasini qilib beramiz do'stlar. Hozirgi masalan Apple bu narxdagi apparatlardan anchalik yaxshi, anchalik ustun telefon hisoblanadi do'stlar. Narxini atigi 1 million 700 ming so'mga qilib beramiz. Koreyskiy ham kerak bo'lsa bunaqa narxga bermaydi. Ikkita sim kartali S20 F modelimiz 1 million 700 ming so'm. A2 Plusimiz ketdi. Honor modelimiz do'stlar. Honor bu telefon hozirgi kunda ham $250 atrofida sotilayotgan telefon. Endi 600 ga chiqdi, lekin 600 ga anchalik baland chiqdi. Honor 400 Lite telefoni do'stlar. Ozgina ishlangan, korobka hujjat full holatda. O'zini radnoy zaryadchilarigacha bor. Telefoningiz holatlari ham juda ham a'lo holatda. Ayni nuqsonga garantiya bergan holatda. Telefoningiz narxini $200 sotsa ham bo'ladi. 2 million 250 ming so'mga qilib beramiz. Xudo xolasa narxiga arziydigan telefon. Sababi holati ham xuddi shunaqa. Kerak bo'lsa 1 million 2 million so'm, 2 million so'mdan pastiga ham topsanglar bo'ladi, lekin holati bunaqangi bo'lmaydi. 11 Max iPhone'imiz bor ekan. 11 Max telefonimiz do'stlar 81 yo'nkisda 256 variantda. Telefonimiz to'liq radnoy holatda. Mana shu yerda ozgina uchgan joyi bor. Mana yerda hozir tonirovka steklo ham qo'yib qo'yganmiz. Unda stekloda uncha bilinmayapti. Xullas tagida ozgina uchgan joyi bor. Shuni hisobiga $225 ga beramiz 11 Max telefonimizni.
iPhone 11 orqa kirishgasi singan ekan. Xo'p, batareykasi usulini tayyor alishtirib qo'yilgan. Boshqa kamchiligi xudo xohlasa yo'q. Telefonimizni ishlash bo'yicha garantiyasini qilib beramiz do'stlar. Narxini qilib beramiz. Xo'p, 1,900,000 so'mga qilib beramiz. iPhone XR do'stlar, oppoqdan ideal holatda esa qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. Yo'nqislari ham baland edi. Adashmasam 85 ming, 87 ming shunaqa 64 talik variantda oppoq ko'rib turibsizlar do'stlar. Videoda ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, buni narxini qilib beramiz. 1,950,000 so'mga buni ham qilib beramiz do'stlar. Qorasi ham bor, xuddi shunaqa narxda, xuddi shunaqa holatda, u ham 64 talik variantda. iPhone 1 telefonimiz kelgan do'stlar, 11 Pro modelimiz do'stlar. Holatlari juda ham a'lo holatda ekan. Bular hali Telegram kanalimizga ham qo'ymadik. YouTube'ga birinchi o'rinda qo'yapmiz do'stlar. Batareykasini tayyor alishtirib qo'ygan. Bilasizlar, ko'p hozirgi 11 Pro'lar umuman ko'p bunaqangi eskiroq modellar yo'nkisi уже 80 dan tushib bo'lgan, lekin 80ligi ham bor. Ulardan video davomida qo'yib o'tamiz. Bunisi batareykasi usulini qilib tayyor alishtirilgan va eng yaxshisidan qo'yilgan. Xudo xohlasa 256 lik operativ xotiraga ega telefonimiz. Ayni soni xudo xohlasa yo'q. Holatlari ham juda ham a'lo holatda, kameralar tiniq. Narxini qilib beramiz. Xo'p, bora yana $235 beramiz. Batareykasi tayyor 100 usulini 256 lik xotira. Bilasizlar, 256 lik kamdan kam bo'ladi. Xo'p, S20 do'stlar, Samsungning eng kuchli, eng ixcham telefonlaridan bittasi desak bo'laveradi. Flagman modeli hisoblanadi. Holatlar to'liq rag'batli holatda. Ikkita sim kartali asli, bitta sim kartasi imekidan o'tgan ekan. Xo'p, buni narxini qilib beramiz. 2,100,000 so'mga qilib beramiz. Koreyskiy narxida. Holat juda ham a'lo holatda, yaxshi tasvirda. Xo'p, bir bosh ketaveramiz. Bo'lmasam endi Redmi'larimizdan oldin nimamiz bor ekan? Nimamiz bor ekan? Xo'p, Technospark 30 Pro do'stlar, holatlari ideal holatda. iPhone 8256 lik AMOLED displeyli stereo kolonka, JBL kolonka xo'p qo'yilgan va juda ham a'lo holatda ishlaydi. Xudo xohlasa o'zimiz ham ishlatib ko'rdik. Dizayn ham juda ham chiroyli ishlangan. Korobka hujjatlari bor. Narxini qilamiz 1,600,000 so'mga qo'yamiz va 1,550,000 so'mligi ham bor narigi do'konimizda. Xo'p, bu ham Infinix'dan 30 Pro do'stlar. Paytida yangi chiqqan paytda juda ham ko'p sotilgan telefonlarimizdan bittasi hisoblanadi. AMOLED displey, JBL kolonka, bu ham besprovодной zaryadga olib beradi. 8256 lik variantda korobka hujjat full holatda telefonimiz. Narxini 1,800,000 so'mga beramiz buni. Narxi holatiga yarasha. Masalan, kerak bo'lsa 1,5 million so'mdan sotyapmiz buni, lekin bunaqa holatdagi emas albatta. A16 telefonimiz do'stlar 1,900,000 so'mga qilib beramiz. 8256 lik variantda korobka hujjatlari bor. Holatlari ham yaxshi holatda. A54 ko'ringlar do'stlar, 8256 lik oppoq mana. Hamma salafanlari ham turibdi. Korobka hujjatlari bor. Aybni son xudo xohlasa yo'q, garantiyasidan qilib beramiz. Ikkala sim kartasi ham imekidan o'tgan. 50 turlar hozirgi kunda 2 million so'm atrofida sotilyapti. Bunisini lekin 2,300,000 so'mga qilib beramiz. 2 million so'mga ham hozirgi kunda 128 ta hozirda do'stlar, 8256 lik juda ham ideal holatda 2,300,000 so'mga. A54 bo'ldi bu. M55 chiqaramiz do'stlar. Sveti juda ham yoqimli svet ekan, bir ko'zni to'ldirmaydigan, ajoyib bir yoqimli svet ekan. 8256 lik variantda korobka hujjatlari bor do'stlar. Ikkala sim kartasi ham aksiyaning imekidan o'tgan. Narxini atay $200 qilib beramiz. M55 modelimiz. A55 ham bor do'stlar, $200 ga. Buni bitta sim kartasi imekidan o'tgan ekan, boshqa nuqson kamchiligi yo'q. Do'kon tomonidan garantiyasini qilib beramiz. 5 korobka varianti o'zimiz tanishdan olingan. Tayyorga %100 xudo xohlasa javobini beramiz. 8256 lik rabni holatda, holatlari ham zo'r holatda. Xo'p, $200 ga. Xo'p, masalan $200 atrofida hozir oladigan bo'lsanglar, masalan, rабочий telefonlar ko'p aylanishi sababi mana bu telefonni ham 26, masalan 10-15 kun ishlaydigan telefon. Yangi telefon qanday bo'lsa, o'shanday holatda desak bo'laveradi xudo xohlasa. Buni yangisini olasizlar, kamida $300 ga, $280 atrofida olasizlar. Lekin ozgina ishlatilganini 2,500,000 so'mga beramiz. Shuning uchun bozorda ozroq ishlatilgan telefonlar ko'proq aylanadi. Sababi birinchidan arzon bo'ladi, ikkinchidan holati yaxshi holatda. Sizlar uchun holatlari yaxshi, ideal holatdagi shunaqa telefonlardan xudo xohlasa qilib beramiz do'stlar. Bemalol zakaz bersanglar, O'zbekiston bo'ylab chiqarib beramiz. Xo'p, xullas bunimiz ketdi. A26 5 lik korobka hujjatlari bor, 8256 lik variantda. Holatlari juda ham a'lo holatda. Narxini 2,500,000 so'mga qilib beramiz. Yana 26 5 ligimiz bor. Bu ham holatlari zo'r holatda. %100 xudo xohlasa garantiya beramiz. Yangi telefon qanday bo'lsa, o'shanday holatda. Buni narxini 2 million, borganda 2,500,000 so'mdan qilib beramiz ikkalasini ham. Hozirgi kunda masalan A16 ni ham yangisini olaman desanglar 128 ni 6 ga 128 taligini
2 million so'mdan 2,5 million so'm atrofida olyapsizlar. Sababi $190 balandroq chiqaryapti o'zi optim narxida. Uni o'rniga 26,5 yangidek holatda hech qancha ishlamagani bo'lib ham 256likni olishni tavsiya qilamiz. Xo'p, A36 modeli do'stlar. Ultra operatka deb qo'yadi. Sababi 12 operatka 256lik xotirga korobka hujjatlar bor, to'la ramli holatda $90 ishlash bo'yicha yo'q. Buni narxini $240 ga beramiz do'stlar. Dollarga aytishimiz sababi bular dollarga hisob qilib olamiz. Kurs bo'yicha hisoblab beraveramiz. Kursimiz bugungi kunda yana 1200 ming so'm o'lsalar bo'laveradi $100 hisobida. Xo'p, yana bitta yaxshi telefonimiz do'stlar, 1 hafta 10 kun atrofida ishlanmagan ekan. Bu ham Itel firmasidan S26 Ultra modeli. 8256lik, bu ham xuddi 9D larga o'xshab ancha-muncha sammeryan qilib ishlangan telefonimiz. Korobka hujjat zaryadchi full holatda. Narxini 1,950 ming so'mdan qilib beramiz. Bu telefonimizdan ikkita. Redmi 15 do'stlar, 2,300 ming so'm, 2,400 ming so'm atrofida adashmasam, buni yangisini olishlari mumkin. Holatlari yangida, ideal holatda. Korobka hujjat zaryadchi o'zini 30 zaryadchigacha bor. Full holatda telefonimiz. Narxini 1,550 ming so'mga beramiz. 8256lik variantni. Masalan, buni ham yangisini nima desa bo'ladi? Yangisidan ko'ra kamida 500 ming so'm arzonga olasizlarda. 500 ming so'm shu cho'ntaklarga qoladi. Ertaga alishtirmoqchi bo'lsanglar ham katta ziyon ko'rmaysizlar. Bundan ham yaxshiroq telefonga alishtirib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun ozroq ishlatilgan telefonlar ko'proq bozorda aylanadi. Xo'p, Infinixdan 40 Pro, Infinix Note 40 Pro 8256 variantda do'stlar, holatlari yaxshi holatda, ayb nuqson xudosi yo'q. Xo'p, buni narxini qilib beramiz. Xo'p, buni narxini 1,800 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. Sizlar uchun korobkadagi zaryadchi ham bor. Infinix 40 Pro do'stlar, 1,800 ming so'mga ishoninglar, zo'r narx bo'ladi. Endi 50 Pro. Buni yangisi hozirgi kunda ham sotuvda mavjud. 60 Pro anchalar qimmat chiqdi. Besprodnoy zaryadga oladi, beradi. Kolonkalar JBL kolonka hisoblanadi. Holatlari ham a'lo holatda. Korobkadagi zaryadchi full holatda telefonimiz do'stlar. Narxini atigi 2,200 ming so'mga beramiz do'stlar. $200 gacha sotilyapti. Bir qator bozordan ko'rib ko'rasizlar. Holatlari mana. Agar videoda ko'rindikdan bo'lsa, batafsil ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram orqali chiqsanglar, har bir telefonda video obzorini qilib beramiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, zaklab tashlab berasizlar. Polniy to'lov bo'lmaydi bizda. Zaklab tashlaysizlar, qolgan to'lovni qo'linglarga yetib borgandan keyin qilib bersanglar bo'laveradi. Xo'p, keyingi modelimiz Honor'dan X8B modelimiz do'stlar. Bunaqangi chiroyli svetda chiqqan, faqat shu 8B ni o'ziga mos svet hisoblanadi. Bu ulardan eng trenddagi dizayndagi telefonimizdan hisoblanadi do'stlar. Holatlari a'lo holatda. 8256 variantda korobka hujjatlari bor do'stlar. Bezaryachi holatda. Narxini atigi 1,800 ming so'mga beramiz. X9 sesi ham bor do'stlar. Holatlari a'lo holatda, ancha-muncha simmedia bo'lib chiqqan. Buni bilasizlar, 6600 mAh batareyaga, korobka hujjatlar bor. Holatlari yaxshi holatda, ayni nuqsoniga garantiya bergan holatda 2,500 ming so'mga beramiz. 8256 variantda. Endi hozirgi kunda $420, mana shunga ham e'tibor berasizlar. $420 ga yangisini ochasizlar. Xolos bundan ko'ra holati yaxshisini $270 ga beramiz sizlar uchun. Korobkadagi zaryadchi full holatda. Bo'lib ham chetdan kirgan ekan, hech qanaqa kredit muammosi chiqmaydi. Asli chiqsa ham do'kondan olyapsan, garantiyasini xudo xohlasa yozib beramiz, qilib beramiz. Har qanaqa ayb nuqsoniga garantiyasini beramiz do'stlar. Xo'p, $270 ga xullas Honor 400 telefonimiz do'stlar, full holatda. Aytganimizdek, buni yangisi masalan $420-430 ga olishni o'rniga bu yoqdan 20, bu yoqdan 100, $150 arzoniga olasizlar do'stlar bitta telefonda. Yana bitta legendariy telefon do'stlar, haqiqiy kamera fon do'stlar. O'zingiz ham ishlab ko'rib maza qildik. Bir qo'lga ham yoqimli o'rnaydi, qo'lga ham botmaydigan telefon do'stlar. Juda ham ixcham, har tomondan mukammal qilib ishlangan ekan. Huawei'dan Pro 80 Pro'si bu. Ultrasi emas, 80 Pro'si do'stlar. Hozirgi kunda bozorda bir qator arzonni, bir qator narxni solishtirib olsanglar, topsizlar. Rasa topsizlar $600 ga topsizlar. Sizlar uchun $580 ga 12256 lik holatlar juda ham a'lo holatda bo'lgan. Ikkita sim kartalik full holatda 80 Pro ni $580 ga qo'yib beramiz. Hop, Note 14 Pro Plus 5G modelimiz do'stlar. Buni ham narxi hozir sotilgan paytda $380-360 atrofida sotilgan. 15 Pro Pluslari anchalik baland chiqdi. 15 Pro Plusdan ham yoqimli, yaxshi tomon bu ixchamroq chiqqan. 15 Pro Pluslari jicha baland, qo'polroq chiqdi. Bunday aytganda 8256 lik 14 Pro Plus modelimiz do'stlar $240 ga qilib beramiz.
Xiaomi modellaridan ham igrovoy ham ishlatgani kamera uchun ham tavsiya qilsak bo'laveradigan byudjetli narxdagi Xiaomi 11T 5G olamiz do'stlar. Narxini atigi 1.750 ming so'mga beramiz. 12tasi do'stlar, 12ta. Xo'p, 8 yevro uzunchalik telefonda korobka hujjatlari bor. Narxini 2.300 ming so'mga beramiz. Juda ham a'lo holatda. Ayni nuqsonga garantiyasini qilib beramiz albatta. Xo'p, rivojga ketaveramiz endi. Samsunglarimizni o'tamiz ekan, xudo xolasa. Samsung Note 10 do'stlar 12 operativ 256 lik xotira yozuv kuniga ixcham kuchli flagman model qidirganlar uchun bo'lib ham imekasi afsona o'tgan. Afsonaligi kamdan kam bo'ladi. Ko'p rut bo'ladi, kamchilik o'tgan bo'ladi. Har qanaqa ilovani o'qiydi do'stlar, 100% garantiyasini qilib beramiz do'stlar. Narxini atigi 1.750 ming so'mga beramiz. 12 256 lik afsona o'tgan Note 10 holatlari ham zo'r holatda. S21 5G'larimiz faqat ikkita sim kartalari qoldi. Hozir koreyskiy variantlari yo'q, lekin narxlari ham koreyskiy narxida desak bo'laveradi. 2.250 ming so'mga S21 5G'ni ikkita sim kartali oppog'ini qilib beramiz do'stlar. Holatlar to'liq radnoy holatda 8 yil uzunchalik variant telefonimiz. S21 5 yevro varianti do'stlar, 8 yil uzunchalik variantda. Holatlariga qarab, olinishiga qarab narx har xil bo'ladi. Uchalasi ham hozir telefon beradigan telefonlarning uchalasi ham bir xil telefon, faqat kelishiga qarab, holatiga qarab narxlar o'zgaradi. 200 dollarga bunisini qilib beramiz, 8 yil uzunchalik eng yaxshi holatdagi esa 200 dollarga qilib beramiz. Va S21 5G ni oz-moz ekranda soyasi bor, lekin asossiz radnoy holatda ishlashiga ta'siri yo'q. 100% garantiyasini bilan qilib beramiz do'stlar. Narxini atigi 1.900 ming so'mga qilib beramiz. 1.900 ming so'mga radnoy holatda S21 5G ikkita sim kartalik ofisialniy varianti. S21 FE modelimiz do'stlar, 21lardan ko'ra bilasizlar, batareyasi yaxshiroq bo'ladi. Bular 4000 bo'lsa, bu 4500 bo'ladi. 6 yil uzunchalik varianti, bu ham ikkita sim kartali. Ikkita sim kartali deyishimiz sababi, ikkita sim kartali kamdan kam bo'ladi. Keraksa zakaz ham topib bera olmaydigan variantlar bo'ladi, paytlar bo'ladi. Shuning uchun bularni koreyskisi ko'p bo'ladi, ko'p keladi. Yevro ikkita sim kartasi ofisialniy uchirgani kamdan kam bo'ladi. Buni narxini 2 million so'mga qilib beramiz do'stlar. S21 FE modelimiz 2 million so'mga ikkita sim kartali bo'ldi, ketdi. Yana bitta ham flagman, ham ikkita sim kartali yevro variantda S20 5G modelimiz. S20 plus 5G modelimiz do'stlar. 220 dollarga qilib beramiz. Holatlari do'stlar juda ham a'lo holatda. Dastlabki bemalol registrlar bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ishlab turibdi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar albatta. Borgandan keyin to'lovsizlar ham bo'laveradi. Faqat zaklab tashlab qo'yasizlar. Sochimiz bo'lar ekan. Oz-moz endi. Xo'p, keyingi modelimiz bu ham S21 5 modelimiz do'stlar. 20 plus 5 modelimiz. Buni do'stlar 205 dollarga beramiz. Holatlari juda ham a'lo holatda. Koreyskiy bitta sim kartalik. Tana holatda S21 S20 plus qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. Ham igrovoy, ham o'yin uchun, ham kamera uchun bemalol tavsiya qilaveramiz. Bo'lib ham qo'pol emas, kichkina ham emas. Hozirgi kunda sotilayotgan aparatlarni o'rniga ekspertga olib, bari ekspertda ishlatgan odam biladi buni qanaqa ishlashni, qanaqa nima deydi, odamga bir nima berishni. Shuning uchun tavsiya qilamiz ekspertiyani. Xo'p, S21 Plus'ni 5G'sini ikkita sim kartalik 8 yevro uzunchalik variantda do'stlar. Juda ham byudjetli narxda. Atigi 2 million 100 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. S21 Plus 5G ikkita sim kartali orqa kirishgasi chizilgan ekan, lekin radnoy holatda telefonimiz. Keyingi modelimiz 21 Plus'da yaxshi holatdagisini qidirganlar uchun 215 dollarga qilib, 220 dollarga qilib beramiz do'stlar. Ayni nuqson xudolasi yo'q, bunaqa eng chiroyli svetda 8 ga 256 variantda bo'ladi. S-partiyani eng byudjetli, eng batareyasi yaxshi telefonlarimizdan bittasi S21 Plus'lar hisoblanadi. Sababi ularda 4800 mAh batareyga chiqqan. S22 Plus'da ham 4200 mAh batareyga hisoblanadi. S22larimiz endi kompaktli, ixcham, kuchli, flagman, yaxshi sifatli telefon qidirganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. 8256 variantda koreyskiy do'stlar. Qorasi bor, oqi bor do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz albatta bor, ishlab turib, borganda to'lov qilsalar ham bo'laveradi. Hech qanaqa nuqsoni yo'q. Ekranlari ham top-toza, oynalari ham top-toza xudolasa. Ayni nuqsonlarga garantiya bergan holatda telefonlarimizning narxini 225 dollardan qo'yib yubordi sizlar uchun do'stlar. Kanalimiz a'zolari uchun tablishga qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi do'stlar. Endi xuddi shu telefonda ikkita sim kartaligi ham bor. 8256 variantda 265 dollarga qilib beramiz do'stlar. Dollarga aytishimiz hisobi aytib o'tdik, har bir telefonda dollar hisobiga olamiz. Shuning uchun
dollar hisobiga aytyapmiz. Dollarni bir qator Telegram orqali chiqsanglar, aloqaga chiqsanglar, kursini chaqib so'mga aytib beraveramiz. S22 plus 5chilarimizda yevro variantlari ham bor do'stlar. Koreyskimiz tugab qoldi, yevro variantda. Holatlar to'liq ravnaq holatda. Ayni son xudo xohlasa yo'q. Ofitsial emakini o'tgan ikkita sim kartali, ikkalasi ham ikkita sim kartali do'stlar. Koreyskisini hozir topsanglar, rasa topsanglar 270-280 dollar atrofida o'rtachasini. 300 dollar atrofida yaxshi ideal holatdagisini topyapsizlar do'stlar. Sizlar uchun holatlar to'liq ravnaq, yaxshi holatdagi S22 pluslarimiz do'stlar 280 dollardan beramiz. 280 dollarga masalan aytib o'tganimizdek Espartga bo'laman ikkita sim kartaligi topishga qiyin variant hisoblanadi. Ko'pchilik hozirgi kunda ham ikkita sim karta ishlatyapti. Shuni hisobiga ikkita sim kartalik kerak bo'ladi. S23 FE modelimiz do'stlar. Korobka hujjatlarigacha bor. 8256 variantda. Narxini do'stlar koreyskiy narxida ham emas, 270 dollarga beramiz do'stlar. 270 dollarga S23 FE ikkita sim kartalik holatda bitta bo'lib berasizlar. Yaxshi holatda xudosi. S25 modelimiz, S20 Ultra 5 modelimiz do'stlar, A+ variant. Toza A+ variantda hali O'zbekistonda ishlanmagan, Koreyadan kelgan. Koreyachani qo'liga bitta kelgan ekan, mana shu bittani ham sizlar uchun olib kelganmiz do'stlar. 12256 talik do'stlar, 20 Ultra 100x kamera zoom mashinada xuddi shu telefonda birinchi marta chiqqan do'stlar. Ishlashlar hozirgi kunda ham har qancha telefon, ancha-muncha telefonga dam beradigan telefonlarimiz hisoblanadi do'stlar. Batareyasi ham zo'r do'stlar. Koreyskiy to'liq ravnaq holatda ofitsial emakini o'tgan. O'yinlari hamma yo'q top-toza A+ variantda 260 dollarga qilib beramiz do'stlar. 290 dollargacha topasizlar shu telefonni ham kerak bo'lsa. Note 20 endi do'stlar. Kerak bo'lsa S21 Ultra'dan kuchli telefon hisoblanadi. 50x kamera zoom, 4500 mAh batareyka, 12 operativ 256 lik xotira, holatlari a'lo holatda, ayni songa garantiya bergan holatda telefoningiz narxini 275 dollarga Note 20 Ultra, 260 dollarga S20 Ultra bo'ldi. Endi xuddi shu Note 20 Ultra'ni xo'p, ravnoy holatda ikkita sim karta aksiyaga tushadigan do'stlar, atigi 300 dollarga beramiz. S21 Ultra Euro ikkita sim kartali 12256 lik e'tibor berasizlar. 12256 lik ikkita sim karta aksiyaga tushadi. Narxini atigi 260 dollarga qilib beramiz. Sababi bir qator Telegram orqali chiqsanglar ham bo'ladi. Kamerasida ozgina oldi kamerasiga hozir ko'rinmaydi ham kamerani mana tana olishlar bilan. O'sha yerda ozgina qandaydir chang bir narsa kirib qolgan ekan. Shuni hisobiga 260 dollarga ikkita sim kartali 21 Ultra Euro variantimiz. 22 Ultra Euro ekani, faqat bitta sim kartasi o'tgan ekan. 12500 mektalik 380 dollarga ketdi. Xo'p. S24 hozirgi kunda kompaktnik flagman telefonlarimizdan hisoblangan S24 5 modelimiz do'stlar. O'zimiz ishlatganmiz, o'zimiz tomonidan garantiyasini qilib beramiz. 8256 variantdagisi korobka hujjatlari ham bor. Uni narxini bir qator ko'rib qo'yasiz do'stlar, qanchaga olinganini, qanaqa telefonligini. Hozirgi narxini sizlar uchun do'stlar atigi 500 dollarga qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor, aloqaga chiqaverasizlar. Ikkita sim kartalik bo'lib ham yaxshi holatdagi ishlatilganini hozirgi kunda topish qiyin masala. Bular yangisi qimmat bo'ladi bilasizlar, lekin hozir ishlatilganini sizlar uchun qilib beramiz. S23 Euro plus S23 plusda Euro ikkita sim kartali varianti. Bu ham korobka hujjatlari bor, ayni soni xudo xohlasa yo'q. S23 da o'zini ham 330-340 dollar atrofida sotilyapti koreyskisi. Bu Euro variantda plusi ikkita sim kartali bo'lib, keyin 8256 ligisi do'stlar. Narxini 370 dollarga qilib beramiz. Xo'p, bu yoqqa iPhone'larimizni o'tiraveramiz endi. iPhone XS'larimiz bor do'stlar. 6470, hop, 6475 yo'nkisda, bunisi 83 256 variantda. Ayni son xudo xohlasa yo'q, ofitsial emekidan o'tgan telefonlarimiz, holatlari yaxshi, Face-ID'da hamma yo'q bor, garantiyasini qilib beramiz do'stlar. Narxlarini 1.850 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. XR'da videomiz boshida aytib ketaverik. Qorasidan ham bor mana. Kimga qorasi, kimga oqi. Oshno'g'ani bir xil qilib olsanglar ham bo'laveradi do'stlar. Narxlarini 1.950 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlari juda ham ideal holat. Ikkalasi ham 80 dan baland. 80 dan 85 atrofida yo'q. 85 dan baland shekilli yo'qlari. Hop, XS Max telefonlarimiz do'stlar. Hop, 8464 talik radnoy holatda. Hop, va 7964 talik variantdagisi bor. Bunisini 2.200 ming so'mga qilib beramiz. Bunisini 2.100 ming so'mga qilib beramiz. Narxi olinishida qarab, bunisi yo'qsi baland bo'lishiga qaramasa, oz-moz
qiyshayib qo'ygan ekan. Shuni hisobiga 2 million 100 ga 2 million 200 ming so'm XS Max telefonlarimiz. iPhone 11larimiz 200, 210, 220 dollar atrofida iPhone 11larimiz. Bular resmas, Dubai emas, toza iPhone 11lar hisoblanadi do'stlar. Bemalol zakaz beraverasizlar. Holatda narxlari har xil. Shuning uchun Telegram orqali chiqsanglar, biz aytib o'tyapmiz 200 dan emas mana. Arzonni ham ko'rdinglar 1 million 900 ming so'mdan 1 million 900 ming so'mdan boshlab 240 dollargacha 11imiz bor. 240 dollarligini ham ko'rsatib o'tamiz mana. 3 ta A regionda Yevropa, adashmasam shu arab regionlariga mansub 84 128 holatlar juda ham a'lo holatda. Bu yana eslatib o'tamiz, Dubai restoran bilan alishtirmaysizlar bu telefonimizni. To'liq ramli holatda 84 128 variantda. Buni yo'ngisi ancha balandligida men o'zim sotganman, yana qaytarib olganmiz. Xullas, holatlar a'lo holatda 11imiz. Böyle 11larimizni tugatib ko'raylik endi. Mana bu Dubai versiya. Hozirgi kunda olib kelayotgan ideal holatda deb sotishayotgan Dubai versiya hisoblanadi. Bundan ham bizda bor do'stlar. 88 yo'ngisi 64 talik korobka hujjatli aksiyani emekidan o'tgan telefonimiz narxini 215 dollarga beramiz do'stlar Dubai versiyasida. Borini boricha aytib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasam ketdi 11 prolarimiz bu yoqda. Bu tomonda ham bor, korobkalar keyin qo'yib beramiz. Xo'p, 71 64 talik variantdagisini 2 million 600 ming so'mga beramiz. 11 Pro 78 64 talik to'liq ramli holatdagisini do'stlar 230 dollarga beramiz. Bora 225 2 million 700 ming so'mga, 2 million 600 ga 2 million 700 ming so'm. 71 78 yo'nalishda. 256 talikni qo'yib o'tib ketdik bu videomiz boshida. 11 Max telefonimiz do'stlar, Face ID'si yo'q. 91 256 talik variantda 200 dollarga beramiz. 11 Max 200 dollarga. Xo'p, kamchiligi aytganimizda Face ID'si yo'q. iPhone 2larimiz do'stlar 79 128 talik vakuum holatda, to'liq ramli holatda, ayrim nuqson xudo xolasi yo'q. Telefonimiz narxini 235 dollarga beramiz do'stlar. Bunisi endi ozgina o'zimizga ham balandroq kelgan, lekin holatlar juda ham a'lo holatda. 91 64 talik variantda bunaqa chiroyli svetda. 12imiz 240 dollarga, qaranglar, 235 dollarga ketdi. 128 talik 240 dollarga bo'ldi. Xo'p, yana bitta iPhone 2imiz do'stlar 78 128 talik variantda. Bu ham to'liq ramli holatda va vakuum holatda. Bu narxi ham 235 dan mana 78 79 235 dan ketdi. Bunisi 240 ga ketdi. 12 prolarimiz ham xudolarga Serop desa ikkita qolibdi xolos 12 proimiz. Xo'p, xullas 12 proimiz do'stlar 80 yo'ngisi 128 talik variantda, holatlari yaxshi holatda, ayni soni yo'q. Xudosa garantiyasini qilamiz 290 dollarga. Endi yana bitta foydalanib qolsanglar bo'ladigani 80 yo'ngisi do'stlar, 80 yo'ngisi e'tibor bersanglar 256 talik variantda, holatlari juda ham a'lo holatda. Telefonimiz arzon narxlar sababi ekrani, displeyi Apple serisida o'zida almashgandan keyin galochkasi bilan qo'yib bergan. Buni endi tushunadi. Levoy ustinglardan so'rasizlar ham bo'laveradi. Original ekran qanday bo'lsa, o'shanday xizmat qiladi. Bo'lib ham telefonimiz vakuum holatda, havo ham qo'ymaydi bu yoqdan. Buni endi telefon qilishlar asosidan ko'proq tushunadi. Xullas, telefonimiz serisida displey alishgan, galochkali qilib displeyni qo'ygan. 80 256 talik variantda narxini 285 dollarga qo'yamiz. 13 Pro. Xo'p, 13 Pro 85 yo'ngisi 128 talik variantda Amerika regionida elanglar, ya'ni holatlar ideal holatda 430 dollarga beramiz. Xo'p, 100 yo'ngisiligi ham bor ekan. 100 yo'ngisi 128 talik variantda gold svetda, holatlari yaxshi holatda, ayni soni yo'q. 410 dollarga beramiz 13 Pro. Xo'p, 12 Max. Xo'p, 76 yo'ngisi 256 talik variantda. Buni narxini beramiz do'stlar 310 dollarga. 310 dollarga 12 Pro ni ham narxi emas, 76 bo'lib ham 256 talik variantda 12 Max telefonini beryapmiz sizlar uchun. Va yana bitta juda ham arzon narx topib qo'ygan 12 Maximiz bor. 77 yo'ngisi 256 talik variantda. Holatlar ramli holatda, ayni soni ishlash bo'yicha faqat bir qator Telegram orqali chiqsanglar kamerasini ko'rsatib o'tamiz. 2,5 x dan u yog'i sal xiralashadi, lekin 0,5 1xlarimiz juda ham a'lo holatda olib beradi. Shu kamchiligini hisobi 265 dollarga 77 256 talik variantdagisi 12 Maxlar bo'ladi do'stlar. Xo'p, 84 128 talik variantdagisini 360 dollarga beramiz 12 Maxda. 93 128 taligisi ham bor do'stlar. Buni ham 360 dollarga qilib beraveramiz bo'lmasa 12 Max do'stlar, holatlari yaxshi holatda do'stlar.
$360 zo'r narx xudo xolasa. 13 Max'imiz ham bor do'stlar. 13 Max 89 juda ham a'lo holatda. Unisini $500 beramiz sizlar uchun. 13 Pro bunisini ham ko'rsatib o'taylik do'stlar. Korobkaligini ko'rsatmayapmiz. Holatlarga bitta baho berasizlar do'stlar. Hozir videoda ham ko'rinmayotganda yaltirab turibdi xullas telefonimiz do'stlar. Ofitsial emekidan o'tgan korobka hujjatigacha bor telefonimiz do'stlar. Narxi ham juda ham qulay narxda. $435 beramiz. Xo'p, 11 Pro'larimiz bor ekan bu yoqda. 11 da ko'rsatib o'tdik. iPhone 12 do'stlar. Holatlar juda ham a'lo holatda. 93 yo'ngisida 180 variantda do'stlar. Narxini $265 beramiz. 11 Pro do'stlar 8256 lik korobka hujjatigacha bor. Narxini $255 beramiz. $255 8256 lik 11 Pro holatlari ideal holatda. Ayni soniy garantiyasini albatta qilib beramiz. 81 A+ variantda deb qo'yibmiz. Juda ham a'lo holatda. Mana shuni korobkasini ham ko'rsatib beraylik. Kimdir res korobka ham deyish mumkin-da mana. Regionlari ham Koreya regionida toza telefon xudo xolasa 81 yo'ngisida 256 lik to'la ravno holatda vakuum holatda telefonimiz. Narxini $270 beramiz. $255 $270. Arzonligini sabab bunisi arzonroq olindi. Holati birdek. Yo'ngisi 80 ekan. Bu 81 yo'ngisi holati juda ham a'lo holatda. 255 $270 bo'ldi. iPhone 2 $240 beramiz. 8064 talik to'liq ravno holatda vakuum. Hech qanaqa Dubay res emas. Aytib o'tamiz har doimdek. Sizlar hozirgi kunda Dubaydan ko'p kelyapti tovarlar. Qayta ishlanib kelyapti. Ulardan emas bu telefonlarimiz do'stlar. Xuddi shunaqa yana original toza telefonlarimiz ham 14 iPhone 14 do'stlar. Ozgina ishlangan ekan. Rossiyadan yangi ochgan ekan telefonimiz. 9 bizda 9 sikiladi. Rasm bo'lsa 918 do'stlar. iPhone 14 ham SIM ham eSIM joyida emeka ro'yxatidan o'tgan 100 toza 100 yo'ngislari ham 100 yo'ngisda yangi telefon qanday bo'lsa o'shunday holatda. Narxini $435 beramiz. $430 beramiz bo'ladi. iPhone 14 100 yo'ngisligini. Xo'p, iPhone 13 da ham xuddi shunaqasi bor. Buni ham yo'ngislari 100 yo'ngisda regioni Koreya toza telefon do'stlar. Ayni son xudosi yangi telefon qanday bo'lsa o'shunday holat deb ko'raverasizlar. Buni hozirgi kunda $360 atrofida 85, 86, 88 Dubay versiyalari ham sotilyapti do'stlar. Undan ko'ra original tozasini oling. $400 beramiz sizlar uchun do'stlar. $400 ga iPhone 13 aytib o'tganimizdek Dubay. Mana tugagan tovarlar bilan bularni adashtirmaysizlar. Sababi holatlar zo'r holatda. Endi bu tomonda yangi telefonlarimiz ham bor do'stlar. Yangi telefonlarimizda Xo'p, Honor X8D do'stlar. 256 variantda narxini $250 beramiz. 3 million so'mga bo'ladi. Xo'p, 2 million so'mga 2 million so'mga ekan. M17 5 chigaladi do'stlar. 2250 so'm yangi pachka telefonlarimiz do'stlar. Xo'p, A36 5 $290 beramiz do'stlar. Holatlar juda ham a'lo holatda bo'ladi. Svet ham juda ham chiroyli yoqimli svetda. A16 dan bor ekan do'stlar. 2 million so'mga qilamiz. A16 1 yil servis garantiyasi bor. A16 bular yangi telefonlarimiz, yana boshqa yangilarimiz bor. Ularni videoni cho'zilib ketmasin va inovatga olgan holatda do'stlar. Videomizni qisqaroq qilaveramiz iloji boricha do'stlar. Hozirda o'zimizda bor telefonlarni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimiz shulardan iborat. Videomiz rivojlanishi uchun, yordami uchun bitta like, kommentariy yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz do'stlar. Aytganimizdek har bir telefonda rasm, video ma'lumotlarni Telegram orqali yozsanglar bo'ladi. Telegram silkamizda video kommentariyasiga qo'yib o'tamiz. Shunday esinglar Telegramga kirib o'tib ketaverasizlar. Hozirroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.